Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan inson organizmidagi nafas olish sistemasi, ya'ni respiratorniy sistema bilan tanishib chiqamiz. Nafas olish sistemasi odam embrionining endoderma, ya'ni shu ichki qavatidan rivojlanadigan hosila hisoblanadi. Nafas olish sistemasi organi bu o'pka va havo o'tkazuvchi yo'llardan iborat bo'lgan sistema hisoblanadi. Nafas olish sistemasi o'pka ko'krak qafasida bilamiz, oldingi tomondan tosh suyagi, yon tomondan qovurg'alar va orqadan ko'krak umurtqalari bilan himoyalangan holda joylashgan bo'ladi. Ikkala o'pkani o'rtasida bilamiz, yopiq sistema bo'lgan qon aylanish sistemasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yurak joylashgan bo'ladi. Nafas olish organi bu o'pka hisoblanib, bilamiz buni evolyutsion jihatdan biz ilk bor suv shillig'ida paydo bo'lgan deb aytib o'tganmiz. Havo o'tkazuvchi yo'llarga keladigan bo'lsak, ushbu rasmda tasvirlangan burun bo'shlig'i, u yerda ham yozib o'tilgan halqum, hiqildoq, keyin kekirdak, ba'zi adabiyotlarda traxeya ko'rinishida keladi. Traxeya, bronx hamda o'ng va chap o'pkadan iborat hisoblanadi. Xo'p, burun bo'shlig'ining tepa qismida hid bilish retseptorlari joylashgan bo'ladi. Burun bo'shlig'ida tukli epiteliy bo'ladi, shilliq epiteliyalar bo'ladi. Tukli epiteliy burun bo'shlig'iga kirgan mikrob zarralarni, chang zarralarini tutib qolish, shilliq epiteliy tomonidan ishlab chiqarilgan shilimshiqlar shu chang zarralarining tarkibidagi har xil bakteriya yoki bo'lmasam infeksiyalarni tutib qolish va ularni zararsizlantirish funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari burun bo'shlig'ida havo namlanadi, iligan holda undan keyingi qismlarga uzatiladi. Xo'p, burun bo'shlig'idan keyin boshlanadi. Bu albatta og'iz bo'shlig'i va burun bo'shlig'i o'zaro tutashib ketgan halqum. Keyinchalik halqumdan keyin hiqildoq qismimiz bor bu yerda. Bilamizki, hiqildoqning ustki qismida esa bu yerda tasvirlab o'tilgan yashil siniy rangda hiqildoq usti tog'ay, hiqildoqning ustki tomonida joylashgan bo'ladi. Bu ovqatlanish jarayonida ovqat qizil o'ngachga o'tib ketishini ta'minlaydi, ya'ni hiqildoqning ustki qismini yopiq holatda bo'ladi. Shuning uchun ham ovqatlanish paytida gapirmasdan ovqatlan degan gaplarni biz ko'p eshitganmiz. Xo'p, undan keyingi qism bu kekirdak hisoblanadi. Ushbu rasmda ham tasvirlab o'tishga harakat qildim. Uning old tomoni yarim halqa tog'aydan iborat bo'ladi. Orqa tomoni esa qizil o'ngach bilan birgalikda yopishib ketganligi uchun yumshoq to'qimadan iborat bo'ladi. Yarim halqa tog'ay va yumshoq to'qimadan iborat kekirdaklarimiz bo'ladi ekan. Ba'zi adabiyotlarda traxeya ko'rinishida keladi. Xo'p, kekirdaklarimiz o'z navbatida ko'krak qafasi bo'shlig'iga tushib, o'ng va chap tomonga bo'linib, o'ng va chap bronxlarni hosil qiladi. Bronxlarda ham yarim halqa tog'aylar albatta bo'ladi. Keyinchalik bronxlar o'pkani ichki qismiga kirgandan keyin bronxiolalarni hosil qiladi. Demak, ushbu strukturamiz bu yerda tasvirlashga harakat qilaman. Bu bronxiola. Bronxiolalar keyinchalik ichki qismga borib, mayda-mayda pufakchalarni hosil qiladi. Bu pufakchalar katta masshtabda tasvirlanib o'tilgan alveolalar hisoblanadi. Alveolalar pufakcha bo'lib, tashqi tomondan mayda kapillyar qon tomirlar bilan o'zaro chambarchas bog'lanib ketgan va o'ralgan bo'ladi. Ushbu pufakchalar tashqi tomondan kapillyar qon tomirlari bilan o'ralganligi uchun bu yerda gazlar almashinuvi jarayoni bo'ladi. Ya'ni to'qima organlarda hosil bo'lgan va yurakka kelgan qon aylanish sistemasida biz aytib o'tganmiz, o'pka arteriyasidagi karbonat angidrid qon o'pkaga borib, u yerdagi karbonat angidridini berib, kislorodga to'yingan holda o'pka venasi, ya'ni 4 ta o'pka venasi yordamida chap bo'lmachaga kelib quyilishini aytib o'tganmiz. Endi alveolalar pufak ko'rinishida bo'ladi va uni ichki qismida gazlar almashinuv jarayoni bo'lib o'tishini aytib o'tdik. Bu fizika qonuniyatlariga muvofiq tarzda amalga oshadi, ya'ni qaysidir gaz yuqori bo'lsa, bosim yuqori bo'ladigan bo'lsa, bosim past tomonga, bosim past tomondan esa bosim yuqori tomonga xuddi gazlar almashinuv jarayoni bo'ladi. Xo'p,
O'pkalarimiz o'ng va chap o'pkadan iborat bo'ladi. Chap o'pkamiz 2 bo'lak, o'ng o'pkamiz 3 bo'lakdan iborat bo'ladi. O'pka tashqi tomondan plevra parda bilan o'ralgan bo'ladi. Plevra parda bu yerda yozib o'tganmiz 2 qavat biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lgan parda hisoblanadi. Plevra pardamiz. Plevra pardani ichki pardasi, ya'ni ichki tomondagisi bu o'pkaga yopishib turgan bo'ladi. Tashqi pardasi esa ko'krak qafasini, ya'ni qovurg'alarga yopishgan holda bo'ladi. Ikkala pardaning o'rta qismida suyuqlik bo'lib, bu suyuqligimiz xuddi bo'g'imlardagi sinovial suyuqlikka o'xshab ishqalanishini kamaytiradigan sinovial suyuqligimiz. Bu yerda o'pkani harakatini, ya'ni nafas harakatini yengillashtirib berishga, sportchilarda qizib ketmaslikka, shu nafas harakatlariga yordamlashish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, o'pkalar ostki tomondan diafragma parda bilan, ya'ni diafragma muskulli pardasi bilan tashqi tomondan qoplangan bo'ladi. Bilamizki, diafragma normal holatda, ya'ni nafas olinmasdan chiqarilib turgan holatda gumbaz shaklida bo'ladi. Xo'p, nafas olish harakatlariga keladigan bo'lsak, nafas olish harakatlari bu o'z navbatida nafas olish hamda chiqarish harakatlari hisoblanadi. Nafas olish va chiqarish harakatlari boya aytib o'tganimizdek fizika qonuniyatlariga bo'ysungan holda amalga oshadi. Ya'ni nafas olish jarayonida tashqi qovurg'alar aro va diafragma muskuli qisqaradi. Biz bu muskullarni o'z navbatida ko'krak qafasi muskullari guruhiga kiritib o'tgan edik, muskullar mavzusida. Ya'ni tashqi qovurg'alar va diafragma muskuli qisqargan paytda diafragma muskuli pastki tomonga gumbaz shaklidan tushadi. Tashqi qovurg'a muskullari qisqargan paytda ko'krak qafasi kengayadi. Bilamizki, kengaygan paytda ko'krak qafasining ichki qismidagi hajm kengayishi hisobiga bosim tushadi. Ya'ni hajm va bosim bu yerda bir-biriga teskari proporsional. Natijada burun bo'shlig'idan havo, atmosfera bosimidan, havodan o'pkadagi havo past bo'lganligi uchun burun bo'shlig'idan havo otilib kirishini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nafas chiqarishida esa teskari holat. Ya'ni o'pkaning ichki qismidagi havo, ya'ni o'pka bu holatda ko'krak qafasi toraygan holatga keladi. Toraygan holatda bosim yuqori bo'ladi. Ya'ni atmosfera havo bosimiga nisbatan. Bunda esa burun bo'shlig'idan havo otilib chiqadi. Ushbu otilib chiqish, ya'ni havoni nafas chiqarish jarayonida qaysi muskullar guruh qatnashadi? Ichki qovurg'alar va qorin muskullar qisqarishi hisobiga amalga oshadi. Bunda diafragma gumbaz shakliga keladi, ko'krak qafasi kichrayadi, atmosfera bosimidan o'pkani ichki qismidagi bosim yuqori bo'lganligi uchun burun bo'shlig'idan havo chiqishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'pkaning tiriklik sig'imi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, inson bir marta havo olgan paytda 500 ml, ya'ni 500 cm3 havoni qabul qilishga normadagi o'rtacha inson, katta inson shuncha havoni qabul qiladi. 1 minutda normada 16-18 marta nafas oladi deb qarasak, o'pkani 1 minutlik tinch holatdagi ventilyatsiyasini chiqaradigan bo'lsak, 18 ni 500 ml ga ko'paytiramiz. Bu 900 ml, ya'ni 9 litr havo normada tinch holatda qabul qilishini biz bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'pkaning minutlik ventilyatsiyasi bu 8-9 litr deb adabiyotlarda berib o'tgan shu maktab adabiyotimiz. Xo'p, o'pkaning tiriklik sig'imi qanday aniqlanadi? O'pkaning tiriklik sig'imini aniqlash uchun nafas havosi bu 500 cm3, ya'ni 500 ml. Ustiga biz chuqur nafas olgan paytda nafas havoni ustiga yana qo'shimcha 1500 ml tashqi muhitdan havo olishimiz mumkin. Nafas oldim deb chuqur nafas olgan paytimda yana qo'shimcha havo 1500 ml olishim mumkin bo'ladi. Endi o'pkadan havo chiqarsam, dastlab eng oxirida yutgan havom, ya'ni qo'shimcha havo, undan keyin esa nafas havosi va yana o'pkadan zaxiradagi havo qismi ham bo'ladi. Bu o'pkada uni ham chiqarishim mumkin bo'ladi. Ushbu havolar birgalikda o'pkaning tiriklik sig'imini, ya'ni qo'shib chiqadigan bo'lsak, 3500 ml ni tashkil qiladi. O'pkada doimiy bo'ladigan va o'pkadan hech qachon chiqmaydigan havo bu qoldiq havo hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda 1-1,5 litr deb berilgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, katta yoshdagi odamda 1200 ml, ya'ni 1,2 litrni tashkil qiladi. Qoldiq havo
o'pkada doimiy bo'ladi va o'pkadan tashqi muhitga chiqmaydi. Shuning uchun ham cho'kkan odam suv ustiga qalqib qoladi shu hisobiga deb nima qilsak bo'ladi, tushunib olsak bo'ladi. Xo'p, nafas olish sistemasi qismlari ya'ni nafas olish sistemasining kasalliklari haqida to'xtalib o'tsak. Maktab darsligimizda nafas olish sistemasi kasalliklarini o'z navbatida shu infeksion hamda allergik kasalliklarga bo'lsak bo'ladi. Infeksion kasalliklar shu zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar tomonidan keltirilib chiqariladigan kasalliklar. Misol uchun bularga difteriya, angina, rinit, faringit, laringit, gripp, o'pka sili yoki zotiljam kasalliklarni aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bakterial, virusli, infeksion kasalliklar hammasi keltirib o'tgan. Allergik kasalliklarga keladigan bo'lsak, bularga astma hamda eshak yemi kasalligini kitoblarimizda berib o'tgan hisoblanadi. Endi nafas olish sistemasining himoya reflekslari. Bilamizki, ovqat hazm qilish sistemasining himoya refleksi qusish bo'lishi mumkin. Nafas olish sistemasining himoya reflekslari esa aksirish yoki yo'talish bo'ladi. Aksirish bu odatda nafas olish sistemasining umuman olganda yuqori organlaridagi hosil bo'lgan, ya'ni burun bo'shlig'iga yoki bo'lmasam tomoqda bo'ladigan himoya qilish uchun burun bo'shlig'iga chang, mikrob kirgan paytda aksirib uni chiqarib yuborish maqsadida, ya'ni yuqori a'zolarning himoya refleksi hisoblansa, yo'talish nafas olish sistemasining quyi a'zolari. Bilamizki, inson yo'talgan paytida uni bronx yoki o'pka qismida yo'talish holatlari kuzatiladi. Misol uchun bronxit yoki o'pka yallig'lanish kasalliklarida shu yo'talish holatlari bo'ladi. Ya'ni u quyi qism a'zolarni himoya refleksini misol qilib aytsak bo'ladi. Endi nafas olish sistemasining har bir sistemaga o'xshab boshqarilishi bo'ladi bizda. Boshqarilishi. Nafas olish sistemasining boshqarilishi shu odatdagi sistemalarimiz boshqarilishiga o'xshab ikki xil. Ya'ni nerv hamda gumoral yo'l bilan boshqariladi. Nerv yo'l bilan boshqarilishi bu odat bosh miya mavzusida to'xtalib o'tamiz. Nasib qilsa buni bosh miyadan chiqadigan 12 juft kalla miya nervdan bir jufti bosh miyadan pastga tomonga qarab ketadiganda bu adashgan nerv. Shu adashgan nerv o'z navbatida insonni nafas harakatlarini kontrol qilib turadi. Endi nafas harakatlari odam ixtiyoriga bo'ysungan holda yoki bo'ysunmagan holda bo'lishi mumkin. Misol uchun men nafasimni ushlab turishim mumkin va chiqarib nafas olmasdan turishim mumkin. Ya'ni bu odam ixtiyoriga bog'liq. Ixtiyoriy deb yozilgan. Ya'ni bu bosh miya katta yarim sharlariga bog'liq holda bo'ladi. Bosh miya katta yarim sharlar. Ixtiyoriga bog'liq emas, bu uzunchoq miya bilan bog'liq bo'ladi. Deylik, buni eslab qolishimiz uchun bitta insonni qo'li bog'langan holda suvga tashlab yuborildi. Suvga tashlab yuborilgan paytda inson organizmida karbonat angidrid gazi ko'payishi hisobiga karbonat angidrid gazi qon tomir tarkibida uzunchoq miyaga borib, uzunchoq miyadagi nafas olish markazini qo'zg'atadi. Qo'zg'atish hisobiga o'sha cho'kayotgan odam, ya'ni qo'li oyog'i bog'liq buni bilmasdan suv yutib yuboradi. Nafas oldim deb suv yutib yuboradi. Ya'ni ixtiyorga bog'liq bo'lmagan markaz bu uzunchoq miya hisoblanadi. Va bizda ikkinchi boshqarilish bu gumoral, ya'ni suyuqliklar bilan boshqarilish hisoblanadi. Hech qaysi sistemada bo'lgani kabi, faqatgina nafas olish sistemasida gaz gumoral boshqarilishda ishtirok etadi. Bilamizki, biz bungacha o'tgan mavzularimizda gumoral boshqarilishda odatda gormonlar, qonda erigan, qonga tushgan gormon yoki boshqa suyuq moddalarni misol qilib aytgan bo'lsak, bunda faqatgina karbonat angidrid gazi orqali amalga oshadi. Karbonat angidrid gazi orqali amalga oshish xuddi shunday. Boya aytib o'tgandek, uzunchoq miyaga signal borish yoki endigina tug'ilgan chaqaloqni aytib o'tsak. Onadan kindigi ajratilgandan keyin chaqaloq organizmida karbonat angidrid gazi ko'payib ketish hisobiga u uzunchoq miyaga qo'zg'alish bo'ladi. Bu yerda chaqaloq qo'zg'alish bo'lganligi hisobidan yig'lab ilk bor nafas oladi. Bu ham shu gumoral boshqarilishni tushuntirish uchun zo'r bir misol hisoblanadi. Keyin ko'plab testlarda ko'rganmiz, eslab qoldik, bu yerga yozib qo'ydim.
chaqaloqning birinchi marta nafas olishida shu doktorlar tomonidan shu kindik kesilganligi uchun, ya'ni bu yerda sharti bo'lganligi uchun ilk bor birinchi marta chaqaloqning nafas olishi bu shartli refleks hisoblanadi. Nafas olish jarayoni keyinchalik bu shartsiz refleks hisoblanadi. Ya'ni shartsiz reflekslarni bizga hech kim o'rgatmaydi, bu tug'ma hisoblanadi. Ya'ni bunday nafas ol, bunday nafas olma deb hech kim aytmaydi bizga. Shu uxlaganimizda, turganimizda, ish bajarganimizda ham shu normada nafas olib turamiz. Xo'p, bugungi sizga tushuntirmoqchi bo'lgan mavzularimiz shundan iborat edi. Menimcha nafas olish sistemasi haqida oz bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Nafas olish sistemasi organi o'pka, ilk bor suv shillig'ida paydo bo'lganini aytib o'tdik. Va uni havo o'tkazuvchi yo'llardan iborat va har bir yo'lni qismlarini imkon qadar bu yerda bo'lib o'tishga harakat qildik. Bundan tashqari bizada Kesson kasalligi haqida ham shu yerda to'xtalib o'tsam, Kesson kasalligi va tog' kasalliklari bo'ladi. Bu yerda atmosfera bosimiga bog'liq holda amalga oshadi. Deylik, Kesson kasalligi. Kesson. Bosim yuqori joydan birdaniga bosim past joyga o'tish natijasida yuzaga keladi. Bilamizki, atmosfera bosimi suv osti kemalarida yoki g'avvoslar suv qa'riga tushgan paytida, ya'ni shu normal tekislikdan, normal atmosfera bosimidan pastga, ya'ni yerning ostki qismiga tushganda yoki bo'lmasam shaxtyorlarimiz, ko'mir konlarida ishlaydigan odamlarimiz shu yerning ostiga tushgan paytda u yerda bosim yuqori bo'ladi. Yoki tog'ning yuqori qismiga chiqqanimizda, tog' cho'qqisiga yoki tog'ga borgan paytimizda u yerda atmosfera bosimi yuqoriga chiqqanimiz sari pasayib boradi. Bu yerda endi normal odamga nisbatan, normal holatga nisbatan o'zgarish yuzaga keladi. Misol uchun tog'ga bosim past joyga chiqqan paytimizda insonda gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmasligi holati kuzatilsa, atmosfera bosim yuqori joyda, ya'ni suv ostiga tushgan payt, suv osti kemalarida yurgan paytimizda bizda atmosfera bosimi yuqori bo'ladi. Kesson kasalligi qanday yuzaga keladi? O'zi odatda havoni tarkibida biz azot, biza 78% azot, 21% kislorod va 1% inert gazlardan iborat deb o'tganmiz. Shundan iborat bo'lishini bilamiz. O'zi azot havoni tarkibida inert gazlar qatoriga kirib ketadi. Azot bu to'q o'zi qon plazmasida ham, havoni tarkibida ham, to'qimalararo suyuqlikda ham normada bo'ladi va kislorodni suyultirib berish funksiyasini amalga oshiradi. Kesson kasalligi bosim yuqori joydan bosim past joyga o'tganda yuzaga kelmaydi, birdaniga o'tganda yuzaga keladi. Ya'ni bunda qanday bo'ladi? Qonda erigan, lekin reaksiyaga kirishmasdan turgan azot gazi atmosfera bosimi yuqori joydan past joyga asta-sekinlik bilan emas, birdaniga o'tganligi tufayli, ya'ni birdan suv yuzasiga chiqqanligi, birdan yer yuzasiga ko'tarilganligi tufayli bular mayda pufakka aylanadi va qon tomirlarida tiqilib qolish hisobiga Kesson kasalligining yuzaga kelishini aytib o'tsak bo'ladi. Bu nafas olish sistemasi kasalliklaridan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklardan biri bo'ldi. Bugungi sizga aytmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan darslarimiz shundan iborat edi. Nafas olish sistemasi haqida ko'plab ma'lumotlarni bilib oldingiz degan umiddamiz. Keyingi darslarimiz nasib qilsa boshqa anatomiya darslari haqida bo'lib o'tadi. Va har doimgidek sog' bo'ling, omon bo'ling, nasib qilsa ko'rishamiz.